Pop tumani 2-sonli maktabida yurtimiz bo'ylab keng nishonlanayotgan Dolzarb 90 kun tashabbusi doirasidagi navbatdagi mazmunli, qiziqarli va yoshlar uchun foydali tadbir bo'lib o'tdi. Tadbirda Namangan MTRK ijodiy jamoasi ishtirok etdi, jarayonni yoritdi va yoshlarning faolligini keng ommaga yetkazdi. Tadbirda Pop tuman hokimligi, Yoshlar ishlari agentligi, Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi Pop tuman bo'linmasi, tuman maktabgacha va maktab ta'limi bo'limi, tuman axborot kutubxona markazi, tadbir doirasida yoshlarga mo'ljallangan bir qator interaktiv, madaniy va sport loyihalari tashkil etildi. Kibersport o'yinlari, raqamli dunyo va sportni uyg'unlashtirgan musobaqalar, kitoblar yarmarkasi, o'quvchilar uchun sevimli asarlarni tanlash imkoniyati, kinokarvon loyihasi, ma'naviy, tarbiyaviy va ilhomlantiruvchi filmlar namoyishi, zakovat intellektual o'yini, bilimdonlar uchun aqliy bellashuvlar, shaxmat va shashka o'yinlari, mantiq va sabrni sinovdan o'tkazuvchi musobaqalar, bolalar qo'l mehnati va munchoqli buyumlar ko'rgazmasi, ijodiy fikr va nozik did mahsuli, mini futbol o'yini, jismoniy faollik va jamoaviylik uyg'unligidagi bahslar. 75-52 harbiy qism xodimlari tomonidan jang ko'rgazmasi namoyish etildi. Tadbir davomida o'quvchilar vatanparvarlik, kitobxonlik va yuksak ma'naviyatga doir chiqishlar bilan ishtirok etdi. Bunday tashabbuslar yoshlar qalbiga g'urur, ezgulik va mas'uliyat tuyg'usini singdirishda muhim o'rin tutmoqda. Bu faqat boshlanishi.